Assalomu alaykum. O'tgan safar shu to'yxonani video qilgandim. To'g'lar 42 kunlik bo'ldi. Srednevesi 208 beryapti 53% deb. Hozir mana to'g'larimiz 45 kunlik bo'ldi. Bugundan so'yish boshlangan. O naryoqlar ko'rgan bo'lsalaringiz, so'yib ajratilgan to'g'lar. 3 kilo 200 go'sht bo'lishi uchun juvoliz qancha bo'lishi kerak? 4 kilodan oshiq bo'lishi kerak. 4 kilodan oshiq bo'lishi kerak. Go'shtni tortamiz. Mana hozir to'g'larimiz tirik holatda bugundan so'yish boshlangan. Nari tomonlarini so'yganmiz. Qolmaka so'yayotgan joyidan bitta tortib ko'raylik aka, shu turishda video tuzmasdan-ki. Bo'ldi, video tuzganimiz yo'q. Bo'ldi. Hozir mana to'g'ni so'yayotgan joylariga qarab yuryapmiz. Hozir luboy to'g'ni shuni olamizda go'shtlarini shu taroziga qo'ydirib ko'ramiz. Mana bu yerda so'yishyapti. Assalomu alaykum. Baba hormanglar, charchamayapsizlarmi? Mana so'yilayotgan to'g'ni luboyni shuni olib turib taroziga qo'yaylik. Ichkaridan qo'laveramizmi aka? Mana